Assalomu alaykum barchaga. Azizlarim, hozir men sizlarga dunyodagi eng mazali turkcha osh tayyorlab ko'rsataman. Buni albatta tayyorlab ko'ring. Tayyorlab ko'rsangiz pushaymon qilmaysiz. Menga juda ham yoqadi. Birinchi kelgan paytlarim to'g'risi gap yoqmadi, haqiqat. Uning uchun sariyog'ni mana shuncha solasizda, yaxshilab eritib olasiz. Suvlari chiqib ketgandan keyin yuvgan guruchingizni uni ustidan sharpa solasizda, oppoq rang bo'lguncha guruchni yaxshilab qovurasiz. Past alovda qovursangiz, yaxshi chiroyli qovuriladi, kuyib ketmaydi. Qovurilgandan keyin uni ustidan shundoq suvni quyib yuborasizda, baland olovda suvni tortib ketguncha qaynab turadi. Suvlarini tortgandan keyin xuddi o'zimizda oshimizni qanday damlasangiz, buni ham xuddi shunday damlab qo'yasiz. Bo'ldi, turkcha oshimiz tayyor bo'ladi. Azizlarim, umuman qiyin joyi yo'q. Avvora bo'lib sabzi to'g'ramadim, go'shtni to'g'ramadim, qovurib peshonasida 2 soat turmadim. Oshim tayyor bo'ldi 15 minutda. Turkiyaga kelganimdan keyin bu oshni tayyorlashni o'rgandim. Juda ham mazali, o'zimga yoqadi. Boshda o'rgana olmagan edim, hozir esa juda ham yoqadi. Mazza qilib yeyman. Sog' salomat bo'lasiz. Keyingi videolarimda ko'rishguncha hammalaring Allohimga omonatsizlar.